Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bunday ko'chat, buqa ishqibozlari. Akalar, biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz akalar. Qatag'on qishlog'ida. Xudo xolasa, akalar sizlarga o'zimizning xonadondan 8 bosh buqalar taqdim etib qolamiz. Akalar, xudo xolasa, buqalarning inshaalloh sifatiga yaxshilari bo'ladi. Video boshida aytaylik, bu hech qanday Qirg'iziston paroda boshqa emas. O'zimizning mesnini xudo xolasa oyoq qo'li orqa bosh kelishgan variantidan akalar. Bizga unaqa yolg'on gapirib, boshqa gap so'z kerak emas. Jigarlar, keyin bizda bitta narsa bor. Biz hech qachon, misol uchun orasiga bitta mundayrog'ini qo'shib qo'yib, narxini arzon aytmaymiz. Ko'ringlar, mollarda hammasi kalla boshi dumaloq, rang ro'yi, holati o'ziga yarashgan mollar. Haligi ba'zi birlar aytish mumkin-da, hamma unda arzon chiqyapti. Yo'q, xudo xolasa tepasiga kelganda ham, yetib borganda ham uyaltirmaydi akalar. Har bir mol o'ziga yarasha istara, o'ziga yarasha sifatga ega. Haligi bizda misol uchun birovni ko'zini shamg'alatib, "Manancha so'm" deb arzon qo'yib turib, bu yoqdan orasiga bitta qang'il mol tiqib qo'yish yo'q. Xudo xolasa hamma molni men o'zim tavsiya beraman. Xohlang kelib ko'rib olinglar. Agar kimdir videoni miriqib tomosha qilgan bo'lsa, layklarni bosib qo'ysalaring, xudo xolasa bizni yuksalishimizga, ko'tarilishimizga sizlar sababchisizlar. Hop, aka-uka, opa-singillar bizni qo'llab turgan. Sizlarga kattakon rahmat. Xudo xolasa 14 mingdan o'tdik akalar, sizlarning sharofatlaring bilan. Keyin mol olayotgan inson molni uzunligiga, orqa boshini sifatiga, oyoq qo'liga nafaqat mendan, boshqa insonlarning videosini ko'rib olayotgan bo'lsalaring ham iltimos e'tiborli bo'lib olinglar. Sabab, mana ko'ringlar, eng kichigini ham yeyishimiz, mashalloh. Mollarni mana uzunligiga e'tibor beringlar. O'zi yosh. O'zi yosh. Lekin xudo xolasa mol uzunligi, oyoq qo'li hamma narsasi joyida akalar. Nima demoqchiman? Videoda xudo xolasa ishonarli 2-300 ming so'mga qaramanglar, sifatli ishonarli narsa olinglar. Meni maslahatim shu. Unda videoni mirqib tomosha qilinglar. Xudo xolasa 10-aprel payshanba kuni videoyimiz ekran ostiga chiqyapti jigarlar. Bemalol 24 soat ekran ostidagi nomer aloqada chiqib savdolashib olaverasizlar. Menga har doimgidek ukam yordam beradi. Horma. Assalomu alaykum obunachilar, uzoq yaqindan ko'rib turgan akalar, ukalar, opa-singillar. Kechirchimay. Uka, qaysindan boshlaverdik? Xudo xolasa erdangdan mash. Akalar, Xudo xolasa mikrofondan uni metrda shiqillatganiga chiqib qolib boshqa bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Eshitilmay qolgan so'zlarni qaytadan tashlab beraveramiz. Mashalloh, ko'ringlar. Necha chiqyapti bu. Sifatiga lekin mol bir dunyo akalar, xudo xolasa. 85, 84. 84 ga olishaversin. Ha? 84 ga olinglar. 84 ga olishaversin, xudo xolasa. Molni holati. Direktdan yedishtilarni ko'rib turibsizlar o'zlaring. Obunachilar yedishtilar zo'r. Bu mol oyoq qo'lini bo'g'imlarga e'tibor bering akalar mana. Qisqa sifatcha narsa, xudo xolasa. Mana ko'ring orqa boshini. Semental demaymiz yo boshqa demaymiz, shunaqa tonga o'xshab qolgan mana ko'ringlar, kalla boshini ham. Hali dumaloqqina variant. Yergalar ustilar. Uka, buni narxini aytaylik. Molni ko'rdi obunachilar. Narxi 8 million so'm, heyraba. 8 million so'm kami bor, xudo xolasa akalar. Kami albatta boradi, lekin bizak kichkina, lekin danaga. Kichkina bo'lib ham danaga, xudo xolasa nayramaydi, yedishtisi zo'r. Endi bunisini ko'ring mana. Orqa bosh, oyoq qo'llarga e'tibor berasiz. Mol uzunligi ham, o kalla boshini ham ko'rsatib qo'y. Gelaman, kalla. Uzunligi zo'r buzoqlar, hamma. Mana variantda, buni ko'ringlar. Bo'yni o'lchaverdik. Masalan, realni ko'rsataylik, bizga haligi keyin e'tiroz tushmasin mana. Nechi? 92. 92. Mana akalar, mana shu joyda turibdi-da, mana 92 mana. 90 plus 92 da. 90 plus. 90 ga ham olaveringlar akalar. O molni uzunligiga e'tibor beringlar, kalla boshi ham dumaloq variantda. Mashalloh, monosini ko'ringlar. Buni ham yeb ichar o'ta qattiq ekan. Qora tonda akalar. Xudo xolasa molni 92, 90. Bu ham shunaqa. Shunaqa. Bu ham deyarli bir xil. Shu molda ham kalla boshlar ko'ringlar, ko'zlari yonib turadiganlar, katta-katta akalar. Hop, mana bunisi ham. Bu arqonga tushmaysa, haydarimchi. Arqonga tushmagan, tortilib qolyapti, cho'jon. Orqa boshini ko'ringlar, xudo xolasa mol ko'ringlar. Oyoq 94, 95, 94 ga olishaversin, 93. Akalar, hamma mol 90 ustida chiqyapti. 92, 91, 94 shunaqa 90 ustiga olaverasizlar, lekin uka shunday qilgan mana shuni bitta uzunligini ko'rib qo'yishsin bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz hali videoni ko'ring. Mana akalar, mol ko'ryapsizlar, arqonga tushmagan ekan, tortilib turibdi mana jigarlar ko'ringlar. Xudo xolasa sifatiga zo'r narsa. Hammasi ham bir-biridan. Narx aytamiz aka.
Uchovini bitta aytamiz. Xudo xolasa uchovini bir yerga olsa 9 million so'mdan xayri bor. Akalar uchovini bir joyga bo'lsa 9 million kami bor. 9 million so'mdan xayri bor, o'tib beramiz. Uchovi bir joyga bo'lsa qayerga akalar ko'rdilaringmi? Bunisini ham uzunlig'ini ko'rib qo'yishsin. 9 million so'mdan mana akalar. Mashalloh mollarda. Yoltirmaydi akalar, xudo xolasa. Mana bu taraflar mana ko'rinishdi. Xo'p, bo'ldi uka. Uchovidan bitta yoqqan deysa 9 million so'mdan tanlab olishaveradi, xudo xolasa. Tanlab olish 9 million so'm akalar. O'zlaring bilib turibsizlar, qaysi mol oldinda turib, qaysi mol sifatliligini. Tanlab olish 9 million so'm jigarlar. Mashalloh, mana molni turishini akalar. Xudo xolasa o'tgan safargi sifatchalarga ulgura olmay qolgan akalar, bu safar ulgurib qolsa, molni ko'ringlar. 96, 95 ga olsin. 95 ga to'xtab tur. Metr bitta ko'rsatib qo'yilgan akalarga mana realniy akalar mana. Mana 95 ga mana yerdan o'lchagan yo'qmiz biz 98. Biz hali yelkasini o'lchaganmiz, 95 qilib mana 95 qilib o'lchayapmiz. Xudo xolasa metrga garantiya mana molni. Kella boshlarni ham ko'ravering, mana ko'ringlar. Haqiqiy buqa bo'ladi akalar. Aks buqani urib turibdi, xudo xolasa. Ko'ringlar molni uzunligiga ham e'tibor beringlar, jigarlar molni. Mana mashalloh. Qora pantera. Xudo xolasa mollarni bu safari partiyasi ham o'tgan safargi 95 akalar. Ko'zimga yoqadi jigarlar. Xudo xolasa sizlarga ham bilindim, ko'ringlar. Mollar ozgina joni mayda bo'lishi mumkin, yo sizlarga puli qimmat bo'lib qolishi mumkin. Xudo xolasa akalar, uyoltirmaydigan mollar, ko'ringlar. 1 metr mana akalar. Mana. Ko'rib olinglar mana 1 metr mana. Biz bo'ynida o'lchaganimiz yo'q. Xudo xolasa 1 metr. Bo'ldi uka, kankira 2 ham chiqayapti ekan. Birga olishaversin. Birga olishaveradi mana. Molni kella boshlanadi. Va bu uchtasiga bitta narx aytib qo'yaylik uka. Buni ham bo'yin o'lchab olyapti. Ha. To'xtada, realni buni ham ko'rsataylik. Eng sifat kuchlisi shu. Birga olishaveradi. Kelar birga olaverasizlar buni ham. Gap bo'ydan emas, xudo xolasa mana. Kella boshladi, dumaloqligini ko'ringlar akalar. Xudo xolasa o'zi mesniligi shuni ko'rgandek aytib turibdi, xudo xolasa vodiyimiz uzaylari akalar. Gapir narxini. Uchun bir yerga olsa 10 million so'mdan xayriba o'tib beramiz. Ucholasini bir joyga olganimga 30 million kami bor akalar. Tanlab olishgachi? Tanlab olishi ham olsin 10 million 500 emas, 10 million 300 ming so'm qilib beramiz. 10 million 300 ming so'm qilib beramiz buni, kattaroq variantini. 10 million 300 ming so'm bo'lsa beramiz. Mollar kam o'tib beriladi 10 million. Bular kami bor akalar, xolos. Bo'ldi, endi oxiri xudo xolasa bir dona boqaman deb shved ishqovozi bo'lsa, aynan mana shu narsani tavsiya qilib qolamiz. Ko'chatiga ham akalar, o'zini holatiga ham mol bo'ri akalar. Xudo xolasa. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Narxi ma'qul kelsa akalar, biz ham ozgina sunnat savdoga qo'yamiz. Xudo xolasa narx to'g'ri kelib qolsa, ma'qul kelib qolsa aloqaga chiqaverasizlar. Ma'qul kelmasa bittadan like bosib, otangga rahmat, omad deb kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Molni oldi yelkalarni ko'ringlar. Uka narxini gapir. Narxi bo'yi 12 million so'm chamba o'tib beramiz. Xolasa, o jonivorni yelkalarni ko'ringlar akalar. Xolasa qo'pol narsa, joni mayda bo'lishi mumkin yo kichikroq bo'lishi mumkin, lekin sifatiga o'zgarishiga o'zgaruvchan bo'ladi. Xolasa oq quloq, oq tumshuq variantida mana. Molni o'zi tanigan, bilgan odam biladi akalar, buni 10 marta ta'riflashim shart emas. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa like tugmalarini, obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek yuzida ko'rishguncha akalar.